shu narsani o'zi $2000 turadi, kichkina narsa. Ko'pchilik to'g'risi bilmaydi ham $2000 turishini. Buni bekarga o'sha UZI yuragi deyilmaydi. Shundan 4 ta datchik bo'ladi har bitta UZI apparatda. Даже o'sha UZI apparatini deyarli 80% narxini tashkil qiladi bu o'zi. Bu narsa UZI apparatini yuragi hisoblanadi. Buni xalq tilida datchik deyiladi. O'zimizda vrachlar tilida ham datchik deymiz. Asli transducer deyiladi. Buni yuragi deyilishiga sabab bu datchikka elektr toki keladi. Elektr toki kelib, bu yerda elektr toki ta'sirida piezoelektrik kristallar tok ta'sirida titraydi va tovush to'lqini hosil qiladi. Va bu tovush to'lqini tanaga shu datchik orqali yuboriladi. Datchik orqali yuborilgan tovush to'lqini ichki a'zolarga va to'qimalarga urilib, aks sado etib, qaytib kelib shu datchikka uriladi. Va bu datchik ichidagi piezoelektrik kristallarga urilgan tovush to'lqini, ya'ni yana piezoelektrik kristalni titratadi va elektr toki hosil qiladi. Va hosil bo'lgan elektr toki qurilmaga jo'natiladi. Qurilmaning ekranida elektr toki, hosil bo'lgan elektr toki yordamida tasvir paydo qiladi.